Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bu video darsida biz malaka qo'shish funksiyasini amalga oshiramiz. Qachonki foydalanuvchi logindan o'tgan bo'lsa, unda u mening sahifam sahifasiga kirish mumkin bo'ladi va u sahifada u o'ziga tegishli bo'lgan malakani o'zgartirish, o'chirish yoki yangi malakani qo'shish mumkin bo'ladi. Hozirda bizda mana shu uchalasi ishlamaydi, buni ishlatadigan qilamiz. Lekin mana bu ko'rish qismi bor. Ya'ni admin paneldan qaraydigan bo'lsak, Murodga tegishli bo'lgan malakalarni mana bu yerdan ko'ramiz. Agar admin panelda ham foydalanuvchisini ham agar ko'rib turadigan bo'lsak, unda qulayroq bo'lardi. Keling, mana shu qismini hozir qilib olamiz. Uning uchun modelni topib olamiz. Model mana skill userda joylashgan. Undan keyin adminga kiramiz va qo'shimcha klass yozamiz. Klassga skill admin degan nom beramiz. Va u model admindan voris olishi kerak. List displayga biz ko'rmoqchi bo'lgan maydonlar nomini yozamiz. Bizga name va user kerak. U qayerdan olindi? Skill maydonlari nomidan olindi. Mana shu ikkita maydon kerak. Shuning uchun yozdik. Ana endi skilldan keyin mana shu klassni qo'shib qo'yamiz. Shunda biz xohlagan maydon ko'rinadi. Ishga tushiramiz. Hop, serverimiz yo'qmi? Qaytadan ishga tushiramiz. Bo'ldi, mana foydalanuvchilarni ko'rdik. Murodga tegishli mana React bor va JavaScript bor. Tekshirib ko'ramiz. Mana haqiqatda bu yerda ham ana o'sha malakalar ko'rinib turibdi. Endi malaka qo'shish qismiga o'tamiz. Hozir birinchi shablon yasab olamiz. Shablon uchun bizga mana bu form template kerak bo'ladi. Mana shuni hozir vaqtinchalik ko'chirib olamiz. Buni ichida ayrim kodlar bizga kerak bo'ladi. Endi mana bu users papkasiga o'tib shablon yasaymiz. Shablonga skill add degan nom beramiz. Va har doimgidek mana bu kodni ko'chirib olamiz. Ya'ni bizda main html bor. Mana shu main html dagi kodlarni birinchi o'ziga olish kerak. Ya'ni main html qayerda? Mana birinchi ko'rib olamiz. U templates degan papkada mana bu, ya'ni loyihaga tegishli bo'lgan papka templates ichida footer, header, main sahifalar joylashgan. Mana shu mainni olishimiz uchun bizga mana shu kod kerak bo'ladi. Shuning uchun mana shu kodni hozir shablonga tashlaymiz. Yopib qo'yamiz. End block deymiz. Bo'ldi. Hozircha malaka oshirish, shunchaki malaka deb yozib qo'ysak ham yetarli. Endi mana buni ishga tushiradigan funksiya yozamiz. Mana views ga o'tib funksiya yozamiz. Bu funksiya ishga tushishi uchun albatta foydalanuvchi logindan o'tgan bo'lishi kerak. Shuning uchun mana bu qismini qoldiramiz. Mana bu yerga skill add deb nom beramiz va bu yerga renderga request beramiz. Keyin esa shablon beramiz. Shablonimizda users ichida skill add html kontekstga hali hech narsa bermaymiz. Tayyor bo'ldi. Endi urls ga kirib url yozamiz. Ya'ni url ga nima deb yozamiz? Skill add. Funksiyaga ham xuddi shu nom, name ga ham xuddi shu nom. Bo'ldi, tayyor bo'ldi. Endi mana bu sahifada mana shu tugmani bosganda ishga tushish uchun biz account html ga kiramiz. Account html da malaka qo'shish degan joyi bor. Mana malaka qo'shish. Mana shu joyga to'g'ri keladi. Mana shuni href degan joyga biz hozir yasagan url ni ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Url skill add. Bo'ldi. Server ishga tushib turibdi. Yangi sahifani yangilaymiz. Malaka oshirishni bosamiz. Mana bo'ldi. Sahifa ishladi. Endi kerakli kodlarni ko'chirib o'tamiz. Kerakli kodlar mana bu form template ichida. Form template ichida head qismi kerak emas. Yig'ib olamiz. Header qismi kerak emas. Mana bu main qismi kerak. Mana shuni shablonga ko'chirib o'tamiz. Buni o'chirib tashlaymiz. Endi sahifaga o'tib, sahifani yangilaymiz va mana formani ko'rdik. Endi bu formani skillga moslashtiramiz, ya'ni malakaga moslashtiramiz.
Uning uchun view ga o'tamiz va bu yerda forma yasashimiz kerak bo'ladi. Formani yasash uchun forms ga o'tamiz. Mana xuddi mana shunga o'xshagan bitta forma yasaymiz. Mos bo'lgan nom beramiz, ya'ni skill form deymiz bunga. Model formdan voris olish kerak va bunga skill modelini beramiz. Importni tekshirib qo'yamiz. To'g'ri import qilindimi yo'qmi? Endi kerakli maydonlarni beramiz. Foydalanuvchi qaysi maydonlarni kirita olishi kerak? Skill modelida user bor, name, description va hokazo. Ulardan mana bu avtomat o'zi generatsiya bo'ladi. Kiritilgan paytni oladi. ID avtomat o'zi generatsiya bo'ladi. Bizga mana shu 3 tasi kerak. Lekin foydalanuvchini o'zi kirita olmaslik kerak. Chunki malaka u foydalanuvchining o'ziga tegishli. Mana bu qismi ko'rinmasligi kerak. Buni biz o'zimiz backenddan aynan o'sha foydalanuvchiga tegishli qilib saqlashimiz kerak. Shuning uchun bizga faqatgina ikkita qismi kerak bo'ladi, name va description. Mana shuni o'zini qoldiramiz. Bo'ldi. Mana bu qismini qoldiramiz. Bu o'sha klasslariga mana bu nomni biriktirib qo'yishimiz uchun kerak. Bu u yerda ham xuddi shu klass tegishli. Ya'ni dizaynda ko'pincha bir xil dizayn ishlatiladi. Mana shuni o'zi yetarli bo'ladi. Xo'p, endi bu formani biz views da ishlatamiz. Views ga o'tib olamiz. Forma yasaymiz. Skill form deymiz. Va bu formani kontekst orqali shablonga uzatib olishimiz kerak. Oxirgi argument sifatida kontekstni jo'natamiz. Endi shablonga kiramiz. Mana bu skill add shabloniga kiramiz va biz ko'rib turgan mana bu 3 ta maydonni topib olamiz. Mana shu 3 ta bir xil maydon. Mana yig'ib olganda ko'rinadi. Mana shu bittasini qoldiramiz, qolgan hammasini o'chiramiz. Endi formani ichida for orqali aylantiramiz. For f in form, ya'ni biz kontekst orqali jo'natgan forma. Va bu yerdan and for yopamiz. Va xavfsizlik uchun css rf tokenni yozib qo'yamiz. Saqlaymiz. Ishga tushiramiz. Saqlash. Hop, qaytadan ishga tushiramiz. Ba'zida saqlash olmaydi. Boshqatdan ishga tushiramiz. Mana bo'ldi. Ikkita maydon qoldi, ya'ni nomi bilan tavsifi. Lekin bu yerda bir xil nom. Yozuv maydoni, bu yerda ham yozuv maydoni. Negaki u yerda u statik qolib ketdi. Mana shu qismini hozir o'zgartiramiz. Ya'ni yozuv maydoni o'rniga f label deymiz. Va mana bu formani o'rniga esa f deymiz. Shunda aynan bizga mos bo'ladi. Mana nomi va bu yerda esa tavsifi. Bo'ldi. Front qismi tayyor bo'ldi. Endi saqlagan paytda backend qismidan uni saqlaydigan qilishimiz kerak. Mana shu backend qismini hozir qilamiz. Views ga o'tamiz. Endi mana bu yerda shart qo'yamiz. Agar request metodi post bo'lsa, ya'ni o'sha saqlash tugmasini bossa degani, chunki saqlash tugmasini bosgan paytda biz formaga metodga post yozib qo'yganmiz. Shuning uchun post metod bilan ketadi. Ya'ni action bor bu yerda, actionni bo'sh qoldirsa ham bo'ladi. Bo'sh qoldirsak, yana qaytadan o'sha URL ga murojaat bo'ladi. Mana endi agar post bo'ladigan bo'lsa, biz aytamizki, unda forma yasa va formaga biz kiritgan ma'lumotlarni bergan. Shunda biz kiritgan ma'lumotlarni oladi va keyin tekshiramiz. Agarda forma ichidagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, unda formani saqlagan deymiz. Va redirect deymiz. Yana qaytadan account sahifasiga murojaat bo'ladi. Account deymiz. Ya'ni oldingi sahifaga qaytadi. Bo'ldi. Qaytadan ishga tushiramiz. Sahifaga qaytamiz. Malaka qo'shish yozdik. Masalan, test yozdik va yana bitta test yozdik. Saqlashni bosaman va mana bu yerda ko'rinmadi, lekin endi bazani ko'ramiz. Bazaga qo'shildimi yoki yo'qmi? Mana bazaga qo'shildi. Lekin bazaga nomi bilan tavsif qo'shildi-yu, foydalanuvchisi noma'lum bo'lib qoldi, chunki biz uni qayta ishlamadik. Mana shuni endi qayta ishlaymiz, ya'ni
uni yuzeri sifatida mana shu profil deb saqlashimiz kerak bo'ladi. Uning uchun buni to'liq saqlamasligimiz kerak. Mana commit false deymiz. Shunda bizga kerakli obyektni qaytaradi, ya'ni skill obyektini qaytaradi va u orqali biz userni saqlashimiz mumkin bo'ladi. Userni qayerdan olamiz? Requestda user bor, ya'ni login qilingandan keyin user obyekti mana shu yerda bo'ladi. U orqali biz profilni olishimiz mumkin, chunki profil bilan user birga bir bog'langan. Ana endi skillni save deymiz. Ana endi foydalanuvchi bilan birga saqlanadi. Yana bitta tekshiramiz. Malaka qo'shish. Farqlanish uchun test 1 deb yozaman. Saqlashni bosamiz va natijada mana test 1 malakasi qo'shildi. Shu bilan bu video darsimiz tugadi. Keyingi darsda biz o'zgartirish funksiyasini amalga oshiramiz. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.